Assalomu alaykum aziz chorvaga qiziqadigan chorvador aka-ukalar. Biz mana shu mollarimizga oldin bir oy 2 oy oldin sentyabrda boshlarida ivermektin, parazit hamma ikollarni qilganmiz. Endi yana shu 1-2 marta tishini g'irchillatib qo'yyapti. Shuning uchun bularga oltin gigit beramiz. Ichak qurtlarini, ivermektin, mana albin ololmagan qurtlarda mana shu oltin gugurt oladi akalar. Hozir qanchadan berishdi, qanaqa qilib berishdi ko'rsatib o'tamiz. Bilganlar qo'shimcha qilib kommentariyada yozinglar. Bilmaganlar o'rganib olsin akalar. Mana hozir ko'rsataman oltin gugurtni qanchadan berishdi, qanaqa qilib berishdi. Oltin gugurtni mana shu o'zimizni oddiy ovqat qoshiq, oziq qoshiqdan. Men buni nimadan oldim? Retaptekadan. Buni ancha dozasini pasaytirib tashlabdi, lekin mana ko'rinishini ko'ringlar. Sap-sariq, agar dalaniki bo'lsa, undan ham zo'r effekt beradi. Buni ham qani berib ko'raveramiz, effekti qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi. Tishini g'irchillatmay qolamiz. Bularga ama qanaqa qilib to'ldirib bermaysizlar. Mo'ljalimda hozir bular 200 kilodan oshiq, bir 250 kiloga yaqin buqachalarda. Bularga mana qoshiqda mana shunchachadan qilib ozroq. Katta sigir 300 kilo, 400 kilo, 500 kilolik bo'lsa mana shunchadan beraverasizlar. Berishda ham 3 kun yo ertalab va kechqurun farqi yo'q. Har kuni shu 3 kun, 4 kun, uzoqi 4 kun, 5 kungacha bersa bo'laveradi. Mana shu qoshiqda mana shunchadan qilib yaxshilab ko'rib olinglar mana. Mana shunchadan oltin gugurtni olib, keyin bunga ozgina kepakdan qo'shib yuborsalaring, bir yarim cho'mich mana cho'michda. Shu cho'michga shuni mana shu oltin gugurtni qo'shasizlarda mana bunday qilib aralashtirib turib. Shunday oldiga solasizlar, yeb yalab tashlaydi. Buni ancha foydasi yaxshi lekin. Mana mol o'zi yeb tashlaydi. Mana endi ikkinchisiga ham beramiz. Mana shunchadan bu jichcha oz bo'lib qoldi men nazarimda. Mana shunchadan ozgina kepakda olamizda. Ozgina kepakda olib, mana shu kepakka shunday solib turib, mana shunday qilib aralashtirib turib solasizlar, yeyaveradi. Mazza qilib yeganda ham mana shunday qilib solasizlar. Oltin gugurtni yeb yalaveradi. Narigi bo'zayimiz kichikroqligi uchun bunga ozroq beramiz. Ancha kepakda olib turib, mana bunga ulardan ko'ra ozroq mana. Bu ko'payib ketdi. Jichcha ozaytiramiz. Mana. Mana shunchani shunday qo'shasizlarda mana. Ko'rganlaring ham mana shunday qilib aralashtirib turib, bunga ham berib qo'yamiz. Qo'tir bo'lmaydi. Ichidagi ivermektin, albin degan dorilar ololmagan qurtlarni mana shu oltin gugurt oladi. Mana. Mazza qilib yeb oladi. Keyin yana bitta narsa akalar, agarda bir hafta yo 15 kun oldin mollaringga mana ivermektinmikin bu? Nima deb yozilibdi? Ivermektin degan ikol qilingan bo'lsa, mana bunaqa ikol. Bir hafta yo 10 kun oldin oltin gugurt bermaysizlar akalar, ukalar. Buni qilgandan keyin kamida 1 oy yo 1,5 oy, 2 oy o'tish kerak. Ketma-ket molga ham qurtiga, gijjasiga dori qilib berib bo'lmaydi. Jigariga ta'sir qilib, o'zgarishiga ta'sir qilib qolishi mumkin. Ivermektin qilingan bo'lsa agar molga, mana shu
veterinar chaqirib yo o'zlaring qilgan bo'lsalaring, bundan keyin bir 2 oydan keyin berasizlar oltin gugurtni. Keyin mollarga yana akalar bunaqa vitamin degan vitaminlar bor. Mollarga vitamin ham qilib turish kerak. Mana bunaqada bo'ladi mana. Vitamin degan. Mana shundan ukol qilib turish kerak. Vitaminlar ham ancha yaxshi ta'sir qiladi mollarning rivojlanishiga, o'sishiga, yaxshi semirishiga. Keyin shamollashga yo bo'lmasa mana og'zidan so'lak yoqib shamollab yashir kasal bo'lyapti. Unga ham mana shu Penstrep degan ukollar yaxshi ta'sir qiladi, yaxshi foyda beradi. Bo'lmasdan oldin olasalaring bundan, bo'lmasam Penstrep agar topa olmasalaring yo boshqa joydan aniq qila olmasalaring, oddiy odamning aptekasiga kirib, odamlarga dori sotadigan aptekada ashunda Cefazolin degan ukol bor. O'shani bittasi 5 gram bo'ladi. Navakayni eritib 10 gramdan mana shunaqa buqachalarga, onalarga bittadan nari kichinaga. Bularga ikkitadan qilsa bo'laveradi. 250 kg, 250 kgdan tepadagilarga. 3 kun Cefazolindan paftorni ursalaring, mollar shamollashini oladi hamda keyin ona yashir kasalligi bo'lishidan ham saqlaydi ancha. Bu sinalgan narsa. Oltin gugurtda ham oldin ham berganmiz, sinaganmiz. Mana bu Vetaptekadagi oltin gugurt ekan. Agar daladagi o'zimiz dalalarga qo'yadigan sariq apteka, sariq oltin gugurt bo'lsa, effekti yana ham yaxshi bo'ladi. Bu endi men oldim. Bu ancha xiraroq ekan, dozasi pastroq ekanda. Mana shu oltin gugurtdan mana shu men ko'rsatganda qilib beringlar. Ancha mollarda qo'tir bo'lishiga ham, keyin mana shu tanasida qo'tir mikroblarda ular ham bakteriyami shu qanaqadir mayda hasharot bo'ladi qo'tir ham. Shunaqalar bo'lishidan keyin ichki parazit, ichki ichidan tushmaydigan, hali ivermektin ola olmaydigan ichakdagi qurtlarni ham oltin gugurt oladi akalar. Yemlarimiz endi mana shu cho'rishda bularga mana ko'ringlar, mana yemlarimizni. Bitta simichka kunjara, bitta makka, bitta bug'doy yorma, kepak, makkani unidan. Makkani unidan jicha ozroq beryapmiz. Mana shunchadan mana shu mollarimiz yemayapti. O'tgan safar tortganingda qancha chiqdi o'g'lim mana shu? 6 kilo chiqdi. 6 kilo deyman, 2,5 kilo. 2,5 kilo, ha? Ha. 1 kilo plasmassa anaqasidan tashqari 1 kilo 800 gram yemayapti o'sha aralashma. 1 kilo 800. Yana bir tarozida o'lchab aniqni aytamiz. O chekkadagi olabo'zagimiz kepaydan mana shuncha yapti. Unikini ko'rsatib qo'yaylik. Kepayda nomiga mana shuncha yarimta silyosiga sepib yuboramizda. Keyin Aziyafetdan qo'shib qo'ydik. Oldin tekkizayotdi. Endi hozir mana oldin mana shunda mana silliq yotdi tekis. Hozir bungacha qo'shib qo'ydik. Mana shunchadan yeyapti Aziyafet. Mana shu olabuzagimiz. Buni ham xudo xolasa yaqin kunlarda taroz qilamiz. Bularni ham taroz qilamiz. Mana qaysi biri qanchadan kilogram qo'shyapti. Shuni ham bir tekshiramiz mana. Aziyafet yeyishini ko'ringlar buni. Juda yaxshi ko'radi Aziyafetni. Mana. Yeb tashlaydi Aziyafet. Mana. Oldin Aziyafetini yegan, buni hozir bersak ortiqchalik qilib yetdagi ichini o'tkazib yuborishi mumkin. Aziyafetni juda yaxshi yeydi, juda yaxshi ko'radi. Ichida to'la vitaminlar. Molda o'zgarishiga ham, semirishiga ham ancha yaxshi foyda beradi. Faqat ana jigar qurtlarini o'ldirib, ivermektin bilan davolab, bitlarni tashqi ichki bitlarni o'ldirsalaring, mollar xudo xolasa zo'r effekt beradi. Mana orqa tomonlardan ham
ko'rsatib qo'yamiz. O'zgarishini kuzatib boringlar. O'z fikr mulohazalaringizni yozinglar. Mana orqa tomonlardan ko'rinishi mollarni. Endi ishdan kechroq kelib, kech bo'lsa ham so'mka qilyapmiz. Kuzatib boringlar mana shu mollarni o'zgarishini. O'z fikr mulohazalaringizni bildiringlar. Hammalaring o'tkazgan vaqtlaringga rozi bo'linglar. Bizni kanalda rivojlanish uchun shu Qo'g'alilar kanalidagi bir blogerlarni ham yo'nalishi bir rivojlanib, qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman. Malol kelmasa bittadan like bosinglar. Hammalaringni chorvalaringga Alloh barakasini yog'dirsin. Molxonalaring molga to'lib ketsin. Qo'y boqadiganlarga qo'ylari qo'ralariga sig'may ketsin. Sog' bo'linglar, ishlar bilan charchamanglar. Hammalaringga omad. Bizni kuzatishda davom etinglar, qo'llab-quvvatlab turinglar. Obuna bo'lib qo'yinglar.